Ey hayotdan tuyungan, yashashdan zerikkan, cheksiz g'am bilan yashash yo'li taraygan inson. Umidvor bo'lingki, bu yerda ro'shan bir g'alaba, yaqin bir nusrat, mushaqqatdan keyin kelmish istiqbolingizning borlig'ini unutib qolmang. Haqiqatan sizni oldingizdan, orqangizdan qo'g'dab turadigan yushirin bir muhabbat, nurliq bir arzu, cheksiz istiqbol va sizga tayyorlangan rostchil va'dalar bordir. Allah ularni g'olib qildiganligini va'da qildi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Chunki Allohning va'dasi haqdir, so'zi rostdir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Haqiqatdanmi qiyinchiliklaringizning yorug'ligiga erishadigan, musibatlaringizning zavol topadigan, sizning ham suyunadigan, xushallik yor bo'ladigan kunlaringiz keladi. Jimi hamda sana bizdan g'am qayg'uni ko'tarib o'tgan Allohga mas'uldir. Bizning Parvardigorimiz haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ey inson, shak shubhalarga to'lgan qalbingizni ishonch bilan, qing'ir ketgan vijdoningizni haqqoniy prinsip bilan, ozg'on fikringizni to'g'ri yo'l bilan va hayot musobalangizdagi iztirobni to'g'ri ilhom bilan davolag'aysiz. Ey inson, sizlarni o'rab turgan qoqosliqning keyinda rizq har tarafdan keladigan bir munbat zaminning borlig'ini unutib qolmanglar. Mushaqqat teg'ining ustida yomg'ir suvida yashartgan bir bo'stonliq borki, u yerning yomg'ir yog'magan holatda shabnam bilanmi qonadiganligi, xush xabar, umidvorlik va go'zal orzusining jumlasidan ekanligini unutmanglar. Ey uyqusizlikdan kecha-kecha nola qilg'uchi, uzun kechalarning hamon yuradiganligini, subhi bilan xushallantiradiganligini unutib qolmang. Tong yaqin emasmi? Unutib qolmangki, subhi sizning hayotingizga nur va xushallikni elib kelbisi. Xotirjam bo'ling. Siz bandalarga mehribon, xalqiga to'lma rahimdil, tadbirda puxta, ishlarda g'olib Allah bilan muomala qilyapsiz.